Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Real 3 nafar futbolchi uchun 250 million yevro sarflaydi. Madridning Real klubi rahbariyati yozgi transfer oynasi payti yangi xaridlar uchun 250 million yevro ajratdi. Fichajes nashri xabariga ko'ra, klub ushbu mablag' evaziga 3 ta asosiy pozitsiyani kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Madridliklarning asosiy nishoni Chelsea yarim himoyachisi Enzo Fernandes. Qirollik klubi argentinalik futbolchi uchun 100 million yevro sarflashga tayyor. Hujum chizigini kuchaytirish uchun Marsel a'zosi Mason Greenwood tanlangan. Uning transferi Madrid klubiga 80 million yevroga tushishi mumkin. Greenwood jamoada Vinicius yoki Rodrigoning ehtimoliy ketishi fonida munosib o'rinbosar bo'lishi kutilmoqda. Himoyani mustahkamlash maqsadida esa Borussiya markaziy himoyachisi Nico Schlotterbeck ro'yxatga kiritilgan. Antonio Rudiger va David Alabaning yoshi ortayotgani sababli 25 yoshli futbolchi mudofaa chizigining yangi yetakchisiga aylanishi mumkin. Ma'lumot uchun, Real ushbu xaridlar orqali tarkibni nafaqat kuchaytirish, balki sezilarli darajada yoshartirishni ham maqsad qilgan. Ayni paytda madridliklar La Liga turnir jadvalida birinchi o'rinni egallab turibdi. Klub 24 o'yindan keyin 60 ochko jamg'argan holda asosiy raqobatchisi Barselonani 2 ochkoga ortda qoldirmoqda. Arteta davrining yakuni. Arsenal murabbiyligiga 4 nomzod. Londonning Arsenal klubi 2019-yildan beri murabbiylar shtabida o'zgarishlarni amalga oshirmadi. Biroq so'nggi paytlarda Mikel Artetaning ehtimoliy iste'fosi haqida faol mishmishlar yuribdi. Aytishlaricha, agar kanonerlar yana chempionlik unvonini qo'lga kirita olmasalar, mavsum yakunida murabbiy ishdan bo'shatiladi. Stadion.uz ispaniyalik mutaxassis o'rnini kimlar egallashi mumkinligi haqida mulohaza yuritadi. Xavi Alonso, agar Alonso Madridning Real klubida muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, bu uning boshqa klublarda ham ishi yurishmaydi degani emas. Arsenal ispaniyalik uchun Real dan ko'ra ko'proq mos keladigan loyihadek ko'rinmoqda. Tajriba shuni ko'rsatadiki, qirollik klubida taktik moslashuvchanlikdan ko'ra ko'proq tajriba, xarizma va nufuz muhimroq rol o'ynaydi. Arsenal esa aynan uslub va intizom haqidagi klubdir. Fabregas, 38 yoshli ispaniyalik Yevropa maydonlaridagi eng istiqbolli murabbiylardan biri hisoblanadi. Fabregas qo'l ostida Italiyaning Como klubi yildan-yilga yangi bosqichga chiqmoqda. O'tgan mavsum Como uchun elit divizionga qaytganidan keyingi birinchi mavsum bo'lgan bo'lsa, hozirda jamoa Yevrokuboklarga yo'llanma olish uchun faol kurashmoqda. Fabregasga Barselona allaqachon ko'z tikkan. Biroq Fabregas faoliyatining katta qismini Arsenalda o'tkazgan. Shu sababli uning ingliz grandiga tayinlanishi mantiqiy qadam bo'lishi mumkin. Kompaniya kanonerlar uchun yana bir qiziqarli variant. 39 yoshli kompaniya Bavariyada atigi ikkinchi mavsumini o'tkazayotgan bo'lsa-da, hozirning o'zidayoq nemis grandi Chempionlar Ligasining asosiy favoritlaridan biri sanaladi. Agar sizda belgiyalikning Myunchendagi muvaffaqiyatli ishiga nisbatan shubha bo'lsa, Thomas Tuchelning yaqindagi tajribasini eslatish kifoya. Conte Arsenal Artetani ishdan bo'shatmoqchi bo'layotganining asosiy sababi chempionlikning yo'qligi. Klub Premier Ligada 3 ta kumush, 2 ta kubok va 2 ta Angliya Superkubogini yetarli ko'rsatkich emas deb hisoblaydi. Va agar kanonerlarga shu yerda va hozir chempionlik kerak bo'lsa, Antonio Conte buning uchun ideal variant. Italiyalik mutaxassis deyarli barcha klublarda birinchi mavsumdayoq natija beradi. Siz nima deb o'ylaysiz, qaysi murabbiy Arsenalga mos? E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.